To'y uchun yig'ilayotgan pul nisobga yetdi, lekin to'y muddati aniq emas. Taxminan 1 yil ichida bo'ladi. Shu puldan zakot beriladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, zakot bobidagi savol. Biz bilamizki, yig'ilayotgan pullardan, sotish uchun olib qo'yilgan ashyolardan, tillo kumushlardan yoki o'sha chorva mollaridan zakot beriladi. Yig'ilayotgan pullarni maqsadi turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanday maqsadda yig'ilayotgan pul bo'lsa-da, agar o'sha pul zakot nisobiga yetsa va o'sha zakot nisobiga yetganiga 1 yil to'lgan bo'lsa, garchi to'y uchun yig'ilayotgan bo'lsa-da, unday pullardan zakot beriladi, ya'ni 40 dan 1ni zakot beriladi. Bordi-yu, inson boy bo'lib zakot berib yurgan, boshqa ashyolari bor bo'lsa, demak, bu yig'ayotgan pulini to'y uchun bo'ladimi, haj uchun bo'ladimi yoki uy sotib olish uchun yig'ayotgan bo'ladimi? O'sha yig'ayotgan pulini ham boshqa zakot beriladigan mollarga qo'shib hisoblashlari kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.